3000 so'm desam ishonasizmi shu lifchik qizlar jo'li 3000 so'm optim joyda. Buni qo'yinglar, buni qo'yinglar. Yaqinroq ayting. Men bilan ham 3000 so'm qizlar jo'li. Mendan yaxshi bilasizlar narxini. Hech pulni olgan bo'lsanglar yozib qoldinglar. Qizlar jo'li mana bunaqa gladkiy variantlari ham bor. Qizlar biz bularni optim joyidamiz. Ich kiyim deb aniq yozib qoling. Kurs deb yozib qoldira qoling. Maslagi bilan optim narsa zakaz qilishni o'rgataman. Qizlar jo'li mana bunaqa haboylar 1,5 so'mdan ekan. 1,5 mingdan. Bular zakaz qandoq qilasiz? Biz sizga uyingizdan chiqmagan holatda shunaqa narsalarni optim zakaz qilishni o'rgatib qo'yishimiz mumkin. Pul tashlagani ham hech qayerga borib o'tirmaysiz. Pulni ham uyingizdan chiqmagan holatda pul tashlashni o'rgatamiz. Ya'ni uyingizgacha keladi. Ishonchli logistika ham bor qizlar jo'li. Har xil mahsulotlar bor. Mana shu qalin maykalar 2,5 mingdan qizlar jo'li. Bularning hammasini biz Xitoy kursimizda o'rganib olishingiz mumkin. Kurs deb yozib qolding, shu joy kontaktini tekinga beramiz.